Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana bugun Puzda geometriya kitobining 16-dars, birinchi test, birinchi misolni ko'ramiz. Deltoid ekan, hop. Alfa so'ralyapti, demak. Hop, bu burchagimiz ham deltoidda 150 ga teng. Chunki ikkita yon tomoni teng, asoslari ham teng bo'ladi. Shuni. Hop, endi qo'shim 150 plus 150 plus alfa plus 3 alfa minus 10 teng 360. To'g'richa. Hop, 304 alfa teng 70 ga alfa teng 17,5. Bejo. Keyingi misolga o'tamiz. Hop. Deltoid ekan, yuzasi so'ralyapti. Hop. A'dan C'ga to'g'ri chiziq o'tkazamiz, B'dan E'ga. Shu yerda o'tkazganimizda bu bisektriisa bo'lib, C burchagimiz 45 gradus ga ajraladi. Bunda 45 bo'lsa va deltoidimiz 90 gradusda kesishini hisobga olsak, 2 ildizda 2 ga bo'linadi. Hop, bu tomoni ham teng bo'ladi, 2 ildizda 2. Endi 10 ildizda 2 dan A ni topamiz. A kvadrat plus 2 ildizda 2 ning kvadrati teng 2 ildizda 10 kvadrat. 40 dan 8 ayirsa A teng 4 ildizda 2. Endi S teng D1 D2 taqsim 2. D birimiz 4 ildizda 2, D2'miz 5 ildizda 2 bo'ladi. Ildizda 2 bilan 2 qisqarsa 20. 6 ildizda 2 24 bo'ladi. Bejo. Keyingisi hop 18 bo'lsa 6 teng bo'ladi. Deltoidimizda 8. Bundan 10 kelib chiqadi. AY teng 2 YS'ga, AY 2 YS'ga teng ekan. Demak 2x teng 6 bo'lsa, asosi x teng 3 bo'ladi. Hop, bizga yuzasi so'ralyapti. D1 D2 taqsim 2. D1'imiz 16, D2'miz 9. 72. Keyingisi hop. Deltoid ekan, to'g'ri chiziq o'tkazsam, hop, bisektriisa bo'ladi. A burchak 45 bo'ladi, chunki 90 gradusda kesishadi. Bundan 2 ildizda 2 bo'lsa, 2 chiqadi. Bu ham 2 teng yo'lli. Hop, endi O C'ni topamiz. Ya'ni 4 kvadratdan 2 ni kvadratlansam 2 ildizda 3. Yuza so'ralyapti. S teng D1 D2 taqsim 2. D1 hop 2 plus 2 ildizda 3 D2 4 taqsim 2. 4 ildizda 3 plus 4 ekan. Keyingisi AC 10, BD 6. Demak, yon tomonlar teng bo'lgani uchun bu deltoid bo'ladi. Yuza S teng D1 ko'paygan D2 taqsim 2. Sinus 90 ni 1 ga teng. 6 kare 10 taqsim 2. 30. Sejo. Keyingisi hop AD 10, CD 2 ildizda 3 ildizda 5. Hop, deltoid bo'lgani uchun bu 10 bo'ladi, teng 2 bo'ladi, 6 ni. Hop, A ni topamiz. A kvadrat plus 6 ning kvadrati teng 3 ildizda 5 kvadrati bo'lsa, A teng 3 bo'ladi. Hop, 3. Endi yuqorisi 8. S teng D1 ko'paygan D2 taqsim 2. D1'imiz 12 o'zi bor. D2'miz 8 plus 3 11. 66. Yejo. Keyingisi hop AB 8 bo'lsa, AC'ni so'rayapti x. Hop, BF 4, FC 3. Biz bilamiz o'xshash, demak nisbatlar. 8 4 ga nisbati teng, x 3 ga nisbati teng. X teng 6. Sejo.
Kengisi AB paralel DS'ga trapeziydan shu yerda A'dan C'ga 300 bo'lsa, besiktirishsa bo'ladi. Hop, alfa bo'lsa, endi bu burchagimiz alfaga teng. Bundan kelib chiqadiki, hop, teng yo'lli bo'lgani uchun endi bu deltoid yon tomonlari ham teng bo'ladi. Hop, 6 bo'ladi. Demak, x endi bunga teng. X teng 6 plus 2. 8 ga bejo. Keyingi misol. Hop, alfani so'rayapti. BAC 24 ga teng ekan. BDC 40. Hop, BAC 48, BDC 24. 90. Hop, bu yer ham beta bo'ladi. Besiktirishsa bo'lgan uchun beta teng 90 minus 48. Beta teng 42. Hop, endi alfani so'rayapti. Bu ham 24 bo'lsa, 90 gradus bo'lsa, alfa plus 24 teng 90 bo'lsa, alfa teng hop 66. Endi alfa plus ve 66 plus 42. 108. Yejo. Kengisi deltoid ekan. Hop. Parametre ABC'ni so'rayapti. Endi deltoid ABCD bo'lgani uchun bu 90 bo'ladi. Shundan kelib chiqadiki 90 gradus qarshisida demak teng ikki deltoid bo'lgani uchun ABCD hop teng ikki yo'lida to'g'ri bo'ladi. Bu esa hop AY teng, buni teng ikkiga bo'lgan, bu ham teng ikkiga bo'lgan. Shuni hisobiga demak 90 gradusda teng ikkiga bo'lgan chiziq o'ziga teng bo'ladi. 3. Endi deltoid bo'lgan uchun 8 bo'lsa, bu tomoni 8, bu tomoni 6 ga teng. Demak, parametr teng 2 ko'paytirilgan 8 plus 6. 28. Sejo. Hop, kengisi to'g'ri chiziq o'tkazsam, hop aytyaptiki, burchak DAY alfa hop BAD dan 2 marta katta ekan. Demak, BAD 2 alfa bo'lsa, besiktirishsa bo'lguncha alfadan bo'ladi. Endi besiktirishsa hop x bo'lsa, bu ham x bo'ladi. Bu 4 ta, bunisi 5 ta a bo'ladi. 9. To'g'ri burchali uchburchakdan 5 ta a ni kvadrati teng 4a kvadrat plus 9. A ni to'polgan bo'lsam, a teng hop 3 chiqadi. Chunki hisoblanishini 25 ta a kvadrat teng 16 ta a kvadrat plus 9. 9 ta a kvadrat teng 9, a teng 9 kvadrati, a teng 3 ekan. 3 bo'lsa bu 12 bo'ldi. X kvadrat teng 12 kvadrat plus 4 kvadrat. X kvadrat teng 4 plus 10. Tejo. Keyingi misolga o'tadigan bo'lsak, hop AB teng AD ga 16 BAD 120 gradusga teng bo'lsa, hop to'g'ri chiziq o'tkazsam 60 bo'ladi. Shartmas ekan bu. Hop. Chiziqlarimiz 30 dan bo'lib, tashqi burchak 150 ga teng. Endi hop 120 bo'lsa, tashqi burchak o'tkazsam, hop bu burchagimiz 150. DAY 15 ga teng ekan. Bundan kelib chiqadiki 15 bo'lsa, bu yog'i ham 15. Demak 16 bo'lsa, bunisi ham 16.
Demak, S, A, D, Y'ni topish uchun A, B sinus alfadan foydalansak 16 kere 16 sinus 150'de 1 taqsim 2 taqsim 2. To'g'ri bo'lsa 64 ekan. A javob. Keyingi misolga o'tadigan bo'lsak, hop. Shu yerda demak to'g'ri chiziq o'tkazib olamiz. Bu deltoid bo'lgani uchun tengligi bo'ladi, alfa bo'ladi. Hop. Endi uchburchak o'xshash, bu parallel bunga. Hop. Uchburchak o'xshash YDS ga o'xshash uchburchak AFC. Shu ikkalasi o'xshash bo'lsa, demak bu to'g'ri chiziq x nisbatda bo'lsa, demak bu xa, bunisi 2a bo'ladi. Hop. Endi bisektriya xossasiga ko'ra bu 8 bo'lsa, deltoid bu yog'i ham 8. Endi bisektriya xossasiga ko'ra 8 2a ga nisbatda, demak buni bunga nisbatda, yon tomon 8 plus x'i xa ga nisbatda. A'lo qisqasi to'g'ri bo'lsa 32. Hop, 4x teng 8 ga. 8 plus x. X teng 8 taqsim 3. B javob. Keyingi misol. Hop, deltoid ekan, shu yerda topishim kerak. Hop, buni alfa desam, 90 minus alfa, bu ham 90 gradus, bu ham 90. Hop, bu 90 minus alfa. Bundan kelib chiqadiki, yuqori ham 90 minus alfa. Hop, bu alfa bo'ladi. A desam, alfa. Endi o'xshashlikdan qilaman 90 minus alfa. Hop. Demak, o'xshashlikdan shu yerda biri A ga nisbati teng. Hop, buni x desam, alfani qarshisida A ni x ga nisbat. Hop, bundan kelib chiqadiki, a kvadrat teng x bo'lsa, endi qo'yaman. X kvadrat plus a kvadrat teng 2 yulduzda 5 kvadrat. X kvadrat plus demak a kvadrat o'rniga x qo'yaman teng 20. X kvadrat plus x minus 20 teng 0 bo'lsa, x teng. Demak, to'g'ri bo'ladi. To'g'ri javob. Keyingi o'tamiz. Hop. To'g'ri chiziqlarni o'tkazsam, demak 90 gradusga kesishda tengligiga bo'linadi. Hop, shu yerda x, y deb belgilanadi. Y. Hop, teng yo'li bo'lgani uchun 10 bo'ladi. Endi yozaman. X kvadrat plus y kvadrat. Hop, sig'maydi. X kvadrat plus y kvadrat teng 10 ni kvadratga. Shu uchburchak uchun. Uchburchak A, D, O uchun. Endi bu tomondagi uchburchak A, O, B uchun yozaman. Demak, 2 plus y kvadrat plus x kvadrat teng 8 yulduzda 2 ni kvadrat. Hop, buni hisoblasak x teng 8, y teng 6 chiqadi. Bu aniq. Endi biz hop a, y, d, c ni yuzasini so'rayapti. S teng d1 ko'paygan d2 taqsim 2. Hop, x demak d1 8 bo'lsa 16. 12 taqsim 2. 96 ga teng ekan. Y javob. Keyingi misol. Hop, o'rtasi ekan, demak davom ettiraman. Ana shunday holatda davom ettirsam, bu chizig'imiz ham o'rtasi bo'ladi. O'rtasi to'xtadi. Keyingi nuqtamiz, hop, buni ham o'rtasida to'xtadi. Endi hop, o'rta chiziq bo'lgani uchun BD demak L
M bo'lsa, LM BDga parallel. Hop, demak bizda AC ga esa AC ga parallel LY. Hop, bundan kelib chiqadiki, demak AC BDga perpendikulyar bo'lsa, mana bu shaklimiz ham perpendikulyar bo'ladi. Endi LF teng hop BD taqsim 2. Chunki o'rta chiziq bo'lyapti. BD'miz 16, 16 taqsim 2 8 ekan. Demak buni 8, bunisi esa 4 bo'ladi. Endi YF'ni x desam, x kvadrat teng 4 kvadrat plus 8 kvadrat. X teng 4 ildizda 5. D javob. E'tiboringiz uchun rahmat. Obuna bo'lib qolishni unutmang.